Assalomu alaykum. Viloyatimiz hayotiga oid muhim xabar va yangiliklar tafsiloti bilan efirda Xorazm 24 axborot dasturi. Ko'hna Xiva yana bir xalqaro tadbirga mezbonlik qilmoqda. Arda Xiva majmuasida gilamlar jilosi xalqaro ko'rgazmasi ish boshladi. Ochilish tadbir va ko'rgazmaning birinchi kuni tafsilotlari muxbirimizning hozirgi reportajidan o'rin olgan. Xorazm shevasida gilam g'oli deyiladi va aynan Arda Xivaning mana shu bo'lagi g'oli deya nomlangan. Bu yerda o'ziga xos ko'rgazma tashkil etilgan. Umuman olganda nafaqat ichkaridagi jarayon, balki mana bu qatorda ham respublika hududlaridan kelgan o'ziga xos mohir gilamdozlarning mahoratiga guvoh bo'lasiz. Shuningdek, bu yerda 6 ta davlatdan kelgan xorijlik mohir gilamdozlar ham o'z mahoratlarini namoyish etishmoqda. Xorazmda birinchi bor o'tkazilayotgan xalqaro ko'rgazma hunarmandchilik mahsulotlari ko'rgazma savdosi, madaniy dasturlar, mahorat darslari va ilmiy muloqotlarni o'z ichiga oldi. Dastlab ommaviy axborot vositalari vakillari uchun matbuot anjumani tashkil etildi. Muloqot davomida gilamlar jilosi xalqaro ko'rgazmasi milliy gilamchilik va to'qimachilik an'analarini saqlab qolish, hunarmandlar faoliyatini qo'llab-quvvatlash hamda gilamchilikni turizm bilan uyg'un rivojlantirishga qaratilganligi ta'kidlandi. Shundan so'ng ko'rgazmaning ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Turizm qo'mitasi, hunarmand uyushmasi hamda Xorazm viloyati hokimligi hamkorligida tashkil etilgan xalqaro ko'rgazmada mamlakatning turli hududlaridan kelgan hunarmandlar, dizaynerlar va tadbirkorlar ishtirokini hamda ularning ijodiy ishlarini ko'rish mumkin. Meni onam hozir ham do'ppi tikadilar, gilam to'qiydilar. Qaynonam xuddi shunday hunarmand bo'lganlar. Ota-bobolarimizdan qolgan meros. Urchuq bilan qilinadigan jarayon. Hozir mana olib kelganman, urchug'imizni ham ko'rsatishim mumkin. Momolarimiz mana shunday kirishganda bundan, mana. Mana. Qancha cho'rsangiz shuncha chiroyli ketaveradi. Nozik ketadi bu. Sayyohlarga juda ham yoqyapti bizning ishlarimiz. Men asosan qo'y juni va paxtadan gilamlar to'qiyman. Bu qadimiy momolarimizdan qolgan meros bo'lib, buni umrini uzaytirish, yo'qotib yubormaslik, kelajak avlodga uzatish niyatida mahorat darslari o'tyapman. Shogirdlarim bor. Paxtadan ham tayyorlasa bo'ladi deyapsiz. Albatta bo'ladi. 100% paxta iplardan tayyorlaganman. Mana shunday qo'lbola urchiqlarda paxtani yigiramiz va sholchani to'qib, mana bu yerdan tikilgan. Mana shunday 30 sm enlilikda to'qib olamizda, keyin ikkita enini birlashtirib tikib olamiz. Shu bilan bir qatorda hunarmandlar, soha olimlari hamda san'atshunoslar ham ishtirok etishdi. Shuningdek, ko'rgazmada nafaqat Qozog'iston, Qirg'iziston gilamlari, balki Eron, Tojik, Turkman, Afg'on gilamlarini ham uchratasiz. Bugun biz Ozarbayjon xalqcha madaniyati. Bugun Ozarbayjon gilamdozlik tarixini O'zbekistonda targ'ib qilyapmiz. Uzoq asrlik gilamdozlik an'analarini o'zbek hunarmandchiligida ham ko'rish mumkin. Har ikki millatning milliy hunarmandchiligi bugun xalqaro ko'rgazmadan o'rin olgan. Bu o'z-o'zidan savdo munosabatlari hamda turizm rivojiga ham ta'sir ko'rsatadi. Xalqcha va xavfsiz xalqcha namunalarini sizga taqdim edirik. Tadbir doirasida O'zbekiston gilamdozligi, an'ana va innovatsiya mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya ham bo'lib o'tdi. Unda sohadagi ilg'or tajribalar, tabiiy bo'yoqlar texnologiyasi, eksport imkoniyatlari va gilamchilikdagi yangi yo'nalishlar muhokama etildi. Bu yerda eski yo'qolib ketgan texnikani, usullarni qayta tiklash, gilam naqshlari, turli xil bezaklarni qayta tiklash jarayonlarini ko'rishimiz mumkin. Marg'ilonlik mashhur usta Ilhom Davletovning ishlari, ular o'zini oilasi bilan mana jihoz, paziriq gilamlarini qayta amaliyotga joriy etishmoqda. Men o'zim ma'ruzamda ipak gilamlar bo'yicha ma'ruza qilyapman. Buni ikki yo'nalishga bo'lishimiz mumkin. Fabrika darajasida mana ustalarni bir joyga yig'ib, juda katta bir ishlarni qilayotgan Buxoroda, Samarqandda, Marg'ilonda nimalar bor? Tadbirkorlarimiz, xususan mana Marg'ilonda Ibrohim Sultonovning ishlarini misol qilishimiz mumkin. Bular to'g'ridan-to'g'ri jahon bozorlariga juda ham katta hajmda mana shu ipak gilamlarni sotishmoqda. Shuningdek, mahalliy ustalar an'anaviy usulda ishlab turib, mahsulotlarni namoyish etishmoqda. Mana xorazmlik Madrahim aka, Matkarimovning ishlarini aytishimiz mumkin. Bular o'zlarining ishlarida koshin, mana bu yog'och o'ymakorligidagi naqshlarni bevosita gilamga tushirish orqali mahalliy an'analarni, demak, xalqaro bozorga olib chiqishyapti. Nafaqat bu yerda gilamlar ko'rgazmasi, balki usta hunarmandlar tomonidan mahorat darslari namoyishi ham bo'lib o'tmoqda. Shuningdek, boshqa turga mansub bo'lgan mahsulotlar namoyishi ham ko'zga tashlanadi. Umuman olganda, Arda Xiva majmuasida o'tkazilayotgan ushbu ko'rgazma xalqaro darajaga ega. Shuning uchun ham Eron, Afg'oniston hamda Tojikistondan kelgan mehmonlar bu yerda o'z chiqishlarini namoyish etishmoqda.